jismoniy mehnat bilan mashg'ul bo'lgan odamlar baxtiyor, saodatli, xotirjam bo'ladi. Qarangda, harakatlari, shijoatlari sababli tanasida quvvat bor, ruhida xotirjamlik bor. Chunki ularda bekorchi vaqt yo'q. Chunki ular nimalar bilandir ovora, foydali narsa bilan band, rejasi bor, ishi bor. Sen bo'lsang, birodar, ilon ProMaster komandasi siz bilan natijalarini ulashishda davom etmoqda. Hozircha natijalar va so'ngida chiroyli materiallar, sifatli xom ashyodan foydalanishni ham o'rgatib boramiz. Like, podpiska bossangiz, qurishda, materialdan foydalanishda adashmaysiz va to'g'ri yo'nalish olasiz degan umiddamiz.